Mahallani ko'rsanglar bo'ladi. Mana darvozasi. Mana shu darvoza как fasad, mana shu yerdan yo'lak bo'ylab kirib ketasizlar. Lekin mahalla juda ham fayzli mahalla. 60-70% bitgan, to'ri 3 sotuv, Moy Ariq Olmazor tumani, shunda Oqmoy masjidining orqasida joylashgan. Hovlimizni okamlar sotmayman deyotdi, lekin sotishga chiqardilar, xudo xolasa mana. Va yo'lakdan kiraverish, fasad tarafini qo'yib ketaman. Fasada mana shu darvoza bo'ladi. Yo'lak keng qilingan, bemalol kirasizlar. Undan keyin mana shunaqa katta territoriya, где-то 500 kvadrat atrofida yashash maydoni bo'lyapti. Bu yerda bitta sanuzol, orqa hovliga ham bundoq chiqib ketsanglar bo'ladi. Ko'p ishlari qilib bo'lingan. Addushi o'zim uchun qo'ygan joy dedilar. Hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra sotib, bir ikki joylarga pul yetishlari kerak ekan, o'shanga sotyaptilar akamlar. Kirovishda qaranglar mana. Отдельный prixoshka uchun joy qilganlar. Bu yerda garderob uchun joylar. Kattagina hol qismi. Qaranglar, bir ikkita narsalar turibdi, e'tibor bermaysizlar. Bu yerda oshxona qismi. Oshxonasi ham katta qilingan va mana orqa hovliga chiqib ketyaptilar. Orqa hovli ham katta tashalgan. Sashkala qilingan, to'pli polni qilingan, o'sha ishlab turibdi, radiatorlarga ham joylar tashab ketganlar. Elektromontaj hamma joyda bo'lgan. Hop, bunisi katta zal. Juda ham katta zal. Oynalar hammasi hovliga qaraydi. Hop, bu yerda juda ham bir katta master spalniy bo'lyapti. Sal qorong'uroq, endi ko'rmayman bilmayman. Garderob bilan sanuzol bu yerda bor. To'liq podval, podvalga o'sha hamma kommunikatsiya yig'ilgan, полностью kotelniy ham qo'yilib, ishlab turgan joy. Hozir men sizlarga ikkinchi darajali qisqacha planovkasini ko'rsataman. Ikkinchi darajada qaranglar, kattaligini, hovlini. Ikkinchi darajada chiqishimizdan bu yerda ham xuddi birinchi darajadagi katta master spalniy. Bu yerda bitta sanuzol, bu yerda mana shunaqa bitta xona va ikkita xona bu yerga tashalgan, detskiy qilib ishlatsanglar bo'ladi. Hop, bu yerdan panoramli oynalar shunda hovliga qaragan va bitta katta zal qismi. Xolasi zal, xolasi spalniy qilib urasizlar. Общий xonalar soni 7 ta, 500 kvadrat, to'liq podval, kommunikatsiya hammasi qilib bo'lingan, to'pli pol, elektromontaj hammasi qilib bo'lingan. Narxi 279 ming chiqarilyapti. O't beraman deyaptilar. Shunda Oqmoy masjidining orqasi, Moy Ariq mahallasi joylashgan. Bemalol любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqa baquvvat, zo'r qurilgan hovli qarayotgan bo'lsangiz, mana sizlarga maslahatim shuni olinglar. Kelsanglar tepasiga kelishamiz deyaptilar. Bizani kuzatishda davom etinglar.